どうか Please can you keep my secret キラキラと輝く未来私はどんな風に映っているのほらほらと手招く未来これからどんなことが起こるの目に見えているものが全てではないから不可能中だ That's alright 迷わないで I will not try 自分の気持ちにまっすぐでいたいだけど一つや二つくらいそれにもバレたくない内緒であるものだから胸がちょっと痛い My secret Oo, kulguli, tushunarli. Nimaga qarayapsiz, opa? Shunchaki seni kuzatyapman. Qani davom etib bo'la qol. Unday bo'lsa, sizga e'tibor bermasdan davom eta qolaman. Qachon bunday narsaga qiziqishni boshlading? Xavotirlanishingizga hojat yo'q, opa. Ularni sotib olmadim, ularni qarzga olib turdim. Klub budjeti hisobiga ularni olsak bo'ladi. 検証部の活動か Xon qo'shimchalari to'plama, konservalangan lasos assortimenti va maxsus armiya pichog'i. Qaysi birini istaysiz? Buni iloji yo'q. Undan hech qanday foyda yo'q. Ma'lumot nima uchun? Keyingi haftada singillar uchrashuvi. Men singil rolini o'ynashim kerak. Ammo nima qilishni tasavvur ham qila olmayman. Nimalar deyapsan? Axir singillar tinchlantiruvchi va yoqimli bo'ladi. Rostdan ham shundaymi? Agar biz shunday qilsak, bu kafedagi eng yoqimli vaqt bo'ladi. Xo'sh, sinab ko'rmoqchimisan? Nima deysan, a? Ehtimol soch turmagini yoshroq ko'rinishga olib kelishing kerak. Sochingni o'zim turmaklab qo'yaman. Endi mijozini xo'jayin o'rniga Oni-sama yoki One-sama deb chaqirishing kerak bo'ladi. Yoki seni xarakteringga qarab uni Oni-chan yoki Ne-san deb tartibga solishing mumkin. Misa uchun qanday rang mos keladi? Yo xudoyim, meni o'ldiring. O'ylaganimdan-da yoqimlisan. Xo'sh, buni nima deb nomlaymiz? Ularni nima deb chaqirmoqchisan, xo'sh? Men esa ularni Oni-chan deb chaqiraman. Aka, shunga o'xshash. Misa-chan aqldan ozganmisan? Sen Oni-tan deydigan darajada yoshsan hali. Oni-tan? Oni-tan, kiyishimga yordam bera olasizmi? Oni-tan, birga uxlaymizmi? Shunaqa. Axir sen hali mendan kichkinasan. Sen necha yoshdasan o'zi? Bu xonaqochanni o'ziga xos xususiyati, to'g'ri, u biroz qattiqqo'l. U hozir o'qituvchi rejimida. Shunday ekan, sinab ko'r. Sen sevimli akangni uyda kutayotgan singilchasan, qani? Oni-tan, uzoq qolib ketdingiz. Oni-tan, uzoq qolib ketdingiz. Menimcha u keldi. Menimcha u keldi. Xush kelibsiz, Oni-tan. Xush kelibsiz, Oni-tan. Men rostdan ham singil sifatida o'ziga xos emasmanmi? Bu men uchun biroz haddan tashqari ko'p. Bu seni yetarli malakaga ega emasliging uchun bahonami? Xonaqachan. Anchadan beri men bu gapni aytmoqchi edim. Sen o'zingni bema'ni xarakteringni doim ishga qaratadigan qizchasan. Ishlayotgan ekansan, rolingga kirishib ishlashing kerak, bo'lmasam ket. Uni o'zgaruvchi egosi bor, u ba'zida juda ham yovuz bo'lib chiqadi. Harakat qilyapman deysan-u, ammo harakatni uchini ham ko'rganim yo'q. Sen shunchaki dangasasan. Bu haqiqiy ahmoqlik. Buzuq aktyor bo'lgandan ko'ra ishingni tashla. Misa-chan. To'xta,
albatta. Bu haqida ko'p tashvishlanma bo'ptimi? Agar chindan qila olmasang, bunga seni aralashtirmayman. Keyingi safar bor kuching bilan harakat qilsang, buni o'rnini to'ldirasan. Bizni keyingi tadbirimiz Maid Sentai kuni bo'ladi. Men pushti kiymoqchi edim, lekin Honoka u rangni tanlab oldi. Endi qanaqa rang kiysam ekan, juda ham hayronman. Misachan, sen qanday rangni tanlaysan? Bu unchalik muhim emas. Allaqachon kunni tugatdingmi? O'soy. Axir bu Misachanni ko'rgani keladigan odam-ku. Demak, isming O'soy-kun ekanda. Ehtimol sen buni bilishing kerak. Misachanga qanday rang va imij mos keladi? Qanday imij? Yaqin orada biz Sentai tadbirini o'tkazmoqchimiz. Ammo Misachanga rang tanlashda biroz qiynalyapman. Xizma Sentai. Shaxsan men nilufar rang yoki ko'k rang mos keladi deb o'ylardim. Senchi? Ammo o'ylab qarasak, bu ranglar allaqachon band. Ularni hammasi bir-biridan boshqacha rang kiyish haqida o'ylayapman. Nima deysan? Shaffof kiyim kiysin, iltimos. Ovozingni o'chir, buzuq. Nimadir g'alati. Bu haqida darhol qabul qilishing shart emas, balki biroz o'ylab ko'rarsan. Singil tinchlantiruvchi, singil yoqimli. Voy, buni qarang. Uni ko'kraklari juda ham katta ekan. Musodara qilindi. Nima? Mate Exchange'dan notebookda Misachanga xabar yubordingmi? 3 kundan beri javob bergani yo'q. Qolaversa, unda telefon yo'q, shuning uchun xat yozdim. Ammo harakat qilmagunimizcha bilmaymiz. Axir bilasan-ku, baribir u javob qaytarmaydi. Bundan tashqari boshqa talabalar uni にバレるかもだし u dalillar qoladigan narsada qatnashmaydi. Lekin agar u sevgi bilan to'la bo'lsa-chi? O'zi senga nima bo'ldi? Misachan haqida bilib olish uchun rejalaring bormi? Misol uchun, agar biz xabarga mana shunday rasm qo'ysak-chi, ha? Bu yaxshi. Bu nimasi ikkon? Bunchalik zo'r chizishingni bilmasdim. Men buni shu paytgacha yashirib kelganman. Menga manga va boshqa narsalarni chizish yoqadi. Ikkon sen u rostdan ham otaku bo'lib qolibdi. Voy, sirimni ochib yubordim. Xo'sh, bu yaxshi, shuning uchun seni kechiraman. Men kechirildim. Nimaga? Ammo bu gul qanday rangda bo'ladi? Gul rang deydimi? Nimasi bunchalik tushunarsiz? Savol. Misachanda yaxshi ko'rinadigan va shu bilan birga uni ifoda etsa bo'ladigan rang qaysi? Javob uchun 10 soniya beraman. 19 8 7 6 5 3 2 1. Menimcha bu qizil bo'lishi kerak. Bu ehtiros havosi va kuchli ayollikni ifoda etuvchi rangdir. Buni qora sochlari uchun zo'r. Menimcha binafsha rang. Binafsha sovuqlik va jinsiy jozibatorlik rangidir. Yetuklik uchun mukammal. Men esa qora ichki kiyimni tanlayman, chunki bu uni figurasi uchun juda ham ajoyib. Jin ursin. Qulupnay rasmi tushirilgan ichki kiyimlarni afzal ko'raman. To'xtang, ichki kiyim mavzusiga qachon yetib keldik? Oy, buni qara. Opa-singillar uchun maxsus nashr. Agar buni prezident ko'rsa, seni o'ldiradi. Shuning uchun uni yashir. Lekin o'zing bir qara. U rostdan ham Yukimurani singlisiga o'xshaydi. Nima? Rostdan o'shami? Bu nima, anime qahramoni-ku? Aytdim-ku, xuddi o'shanga o'xshaydi deb. To'g'rimi, Yukimura? Menimcha shunday. Lekin to'g'risini aytsam, meni ikkidek qizlar qiziqtirmaydi. Ularning hammasi bir xil. Shunday deb o'ylaysan, agar buni istamasang, uchdingni ko'rsatishim mumkin. Seni singling ham xuddi shunday narsalarni kiyadimi? Albatta yo'q. Ammo bilasanmi, shunday tinchlantiruvchi odam bilan yashash ajoyib bo'lsa kerak. Oshirib yuboryapsiz. Xo'sh, yig'ilish boshlandi, ketish kerak. Mayli Yukimura, keyingi safar ko'risharmiz. Kechir! Yukimura. Labbay. Sen ayta olasanmi? Seni anavi singling. Odatda singling bilan qanday gaplashasan? Biroz kamroq. Uni qaysi qismi seni tinchlantiradi? Tinchlantiradi? Ular rostdan ham animedagi personajga o'xshab yumshoqmi? Men kechirasiz, ammo siyib kelishim kerak. Prezident. Men shunchaki hujjatlarni tekshirib ko'rayotgandim, boshqa narsa emas, ishon. O'soy, bu senmi? Xo'sh, nimaga qarayotganding? Bu sening ishing emas. Aka singilmi? G'alati. Bu haqida bilmaysanmi? Meni katta akam va singlim ham bor. Buni eshitishing kerak, Misaki. Misakoni barcha oila a'zosi shunday ko'zoynak taqishadi. Ular bir xil ko'rinishi mumkin, ammo ular bir xil emas. Hattoki ularning yuzi ham bir xil. Buni inkor eta olmayman, ammo ko'zoynak boshqacha. Seni katta akang bormi? Nimaga edi?
Yo'q, meni shunchaki akam yo'q. Shunchaki buni qanday bo'lishiga qiziqqandim. Ikkalangiz qandaysiz? Akam va men aytyapsanmi? Biz odatda doim janjallashamiz. Ularni hammasi shunday. Bu aniq nimani anglatish kerak? Va senchi, Sakura? Meni katta opam bor. Ikkimiz juda ham yaxshi til topishamiz. Biz doim birgalikda xarid qilamiz. Shunaqami? Demak, Shizuko va Sakura singillar ekan. Ularni tomosha qilish meni qandaydir tinchlantiradi. Menimcha bu shunchaki singil bo'lganliklari uchun emas. O'ylaymanki, ularni o'zi shunday tinchlantiruvchi narsani yaratishadi. Misaki, Nega bizga bunday tikilib turibsan? Hech narsa. Shunchaki ikkovingiz juda ham yoqimlisiz. Senga nima bo'ldi? Yoki so'rasam bo'ladimi, bizga nima qilmoqchisan? hozir seni sevib qolaman-u, Misaki. Rostdan ham bunga qodirmanmi? Bu rostdan ham yaxshimikan? Rostdan ham uni chizmoqchimisan? Bu uchun 24 xil qalam olib keldim. Nahotki sen? Ha, binafsha rang. Menimcha buni qilmaganing yaxshi. Balki rangli qalamsiz oddiy qora oq qilarmiz. Detal qilib chiz. Qulupnay rasmi bor ichkiyam. Mana shuni ishlat. Bu bo'lmaydi. Kutganingiz uchun rahmat, xo'jayinlar. Sizlar uchun moya omletini olib keldim. Chivinlar. Chivinlar? Bizmi? Uni naqadar mehnatkashligi meni hayratda qoldiryapti. Kechagi dars menimcha unga anchagina motivatsiya bo'lgan ko'rinadi. Qanday bo'lmasin, u ishonchli ko'rinyapti. Balki u buni o'zlashtiradi. Rostdan aytsam, uni boshida juda ham yomon ko'rardim. Uni oilasida nima bo'lgan yoki nima bo'layotganini bilmayman, lekin unga doim yaxshi munosabatda bo'lishlari meni g'azablantiradi. Ammo eng muhimi, u og'ir narsalarni ko'tara oladi. Shuni o'zi menga yetarli. Iltimos, uni qo'yib yubora olasizmi, xo'jayin? Ba'zida u meni odamlardan qutqarardi. Shunda uni unchalik yomon emasligini tushundim. U hattoki gaplarimni eshitmayapti. Honoka, sen rostdan ham razilsan. Nega qarayapsan? Shunchaki kuzatyapman. Qaysi rang senga mos kelishi menga qiziq. Senga aytdim-ku, bu bilan ishing bo'lmasin, qani ket. Shaffof narsa kiymayman. Menimcha hozir seni fikring Onitan bilan bog'liq. Ovozingni o'chir. Prezident, singlingiz yo'qmi? Agar sizda u bo'lsa, bu oson bo'lishi kerak emas. Meni singlim hech qachon Onitan demaydi. Agar gapirmasam, u hatto menga javob ham qaytarmaydi. Agar buni qila olmasangiz, nega smenani o'zgartirmaysiz? Buzuq aktyor bo'lgandan ko'ra, ishingni tashla. Men qila olmayman degan narsani osonlik bilan aytishni istamayman. Men ishlaydigan kafe oddiy kafelardan farq qiladi. Bu odamlarga kundalik hayotda bo'lmaydigan narsani taqdim etadi. Qanday bo'lmasin, u yerda atmosfera bo'lishi kerak. Men shuni tushundimki, xodimlar bu muhitni yaratishga jiddiy kirishishgan. Shuning uchun men ham buni qilishim kerak. Bu ortiqcha ishlamaslik uchun sabab emasmi? Nima? Bu gapni qayerdan olding? Menimcha, qanday bo'lsang, shunday yaxshisan. Agar shu oddiy holatingda meni singlim bo'lganingda, Agar seni singling bo'lganimda-chi? menga juda yoqqan bo'lardi. Har kun uxlayotganingda yuzingni suratga olardim va foto albom tuzgan bo'lardim. Bu rasmlarni har xil burchakdan olardim. Boshqacha qilib aytganda, sen shunchaki ahmoqsan. Singillar kuni. Xush kelibsiz, Onitan. U biroz noqulay, ammo tabiiy eshitiladi. Biron narsa ichishni istaysizmi? Nima yemoqchisiz? Suhbati ham ancha yumshoq va yoqimli. Uni mukammal singil desa ham bo'laveradi. U loli singil bo'lishga harakat qilganini tan olaman. Ammo unda ozoda va jiddiy singil turi yaxshiroq chiqqan bo'lardi degan fikrdaman. Ammo menimcha bu imkoniyat ham yomon emas. Xush kelibsiz, Onitan. Nimadir noto'g'rimi? Buni sendan so'rashim kerak, Misa. Sen hech qachon meni Onitan deb chaqirmagansan. To'satdan bunday bo'lishi biroz dahshatli. Endi mendan biron narsa olamanmi yoki yo'qmi, shuni so'raysan, to'g'rimi? O'zingni aybdor his qilyapsanmi?
Qo'ysangiz-chi, Onitan, nimalar deyapsiz? Men doim shunday edim. Nahotki, demak avvaldan qilgan ishingni to'ldirishga harakat qilgansan. O'zingni bos. Oxir-oqibat u baqirib yuboradi aniq. Bu biroz qo'pollik bo'ldi. Judayam yomonsiz, Onitan. Misa sizga yoqishga harakat qilyapti-ku. Mana suv. Bu suvni qayerdan olding? Seni Unitaning faqatgina Alp tog'laridan suv ichadi. Xudbinlikni bas qiling. Iltimos, misaga bunchalik muammo keltirmang, Onitan. Xo'sh, nima yeyishni istaysiz? Sizga guruch tavsiya qilaman. Unitan faqatgina qovurilgan lobsterni istaydi. Bundan tashqari uni sous ham va qizil sharob. Mantiqsiz bo'lishni bas qiling. Misani bezovta qilishni ham to'xtating. Buni qila olmayman, uni qila olmayman deb buzuq harakat qilishni bas qilishing kerak. Aybingni ham tan olishni bilmaysan. Men senga bas qil dedim, ahmoq uyatsiz aka. Nihoyat baqirdi. Xo'sh, Misa, bugun kayfiyating yomon ekan, ketganim ma'qul. Onitan. Yana tashrif buyurishingizga qarshi emasman. Axir bu bo'lishi mumkin emas. Bu kichik singil turi. U shunday bo'lishi kerak. Bu to'g'ri. Na loli turi, na jiddiy o'zida singil turi. Ajoyib. Sundere singil. Yaxshi ishladingiz. Bilasizmi, uni bu qadar kuch sarflashini hattoki kutmagandim. Shunaqami? Misachan doim qattiq ishlaydi. Uni yoqimli tsundere tomoni menga ko'proq yoqayapti. Rostdan ham unga bu qandaydir juda ham yarashib turadi. Ammo bilasizmi, bu tadbirda eng zo'ri faqatgina Misachan bo'ldi, shunday emasmi? Menga rahmat demaysanmi? Nimaga ekan? Bunga sababchi men edim-ku. Men buni muvaffaqiyatli deb hisoblamayman. Bu shunchaki sharmandali namoyish edi. Hamma narsani aktyorlikka qo'yganimda xotirjam qaror qabul qilishni yo'qotaman. Shu tufayli sharmanda bo'laman. Bunday harakat qilishni to'xtatsang-chi. Qanday bo'lsang, shunday yaxshisan. Ammo bu narsa biz qiladigan narsaga to'g'ri kelmaydi. Rostdanmi? Menimcha dunyodagi eng yaxshi singil bo'lasan. O'zini o'char. U Soyikon uni yonida bo'lganida, u juda ham yoqimli bo'lib qoladi. Ertasi kuni. Oy, qara, axir bu Soyi senpai. Qana bora qol. Senga nimadir kerakmi? Ha, sizni bezovta qilganim uchun uzr. Xo'sh, sizga bir narsani aytmoqchi edim. Gap shundaki, bu maktabga kelganimda yuragim sizni ko'rib qotib qolgandi. Men bilan uchrashuvga chiqasizmi? O'z qoldi. Soyi senpai. Men kanizdagilarni hammadan ko'ra yaxshi ko'radigan aqlsiz atakuman. Meni sevimli kitoblarim, filmlarim, seriallarim hammasi xizmatkorlar haqida. Ularning rasmlarini ham yig'aman. Xizmatkorlar o'yinini o'ynaganimda moya-moya so'zlarni o'zim bexosdan aytib yuboraman. Shunday ekan, xayr. O'zingni tut, menimcha u seni sinab ko'ryapti. Uni bunday bo'lishini iloji yo'q. Men qarshi emasman. Agar bu rost bo'lsa, men albatta o'zgaraman. Ishonavering. Lekin bu amalga oshmaydi. Soy, hozir keyingi dars boshlanadi. Prezident. Yechining. Nima? O'zingcha nimalar deyapsan, buzuq? Buni to'satdan tanaffus payti derazadan ko'rib qoldim. Qo'ling jarohat olgandi. Xavotirga hech qanday hojat yo'q. Sendan kutilganidek kuchli fikrlash tarzi. Qolaversa, nega buni tomosha qilding o'zi? Balki yo'limdan chiqishini to'xtatarsan. Buni eplay olmayman. Axir qayerda bo'lsam, o'sha yerdasan-ku. Menimcha bu taqdir. Qolaversa har safar seni ko'rganda hayratga tushadigan odamman. Ammo seni maktabda ko'rganimda ko'pincha qizlarni himoya qilasan va yigitlarni yoqtirmaysan. Shoujo mangasini qahramoni ekaning meni hayratda qoldiradi. Ayol bo'lmaganim uchun kechir. Qiz boshqa qizlarni himoya qilsa nima bo'pti? Men buni yomon deb aytdimmi? Lekin o'sha bolani himoya qilish uchun o'z tanangni qurbon qilasan deb o'ylamagandim. Yana nima qila olardim? Men shunchaki o'tirib tomosha qila olmasdim-ku axir.
nima bo'lishidan qat'iy nazar va hattoki og'ir jarohat olsang ham uni borib qutqargan bo'larmiding? Albatta-da. Men hatto borib seni ham qutqarishim mumkin. Buni eshitganimdan juda ham xursandman, Misa-chan. Meni masxara qilyapsanmi? Voy Misa-chan, qo'lingga nima bo'ldi? Maktabda biroz muammo bo'ldi. Ammo menga dori bilan yordam berishdi. Lekin u juda ham shishib ketgandi. Usoy, bu yerga kirishing mumkin emas. Men hozir ishdaman, shuning uchun tezroq uyingga bor. Yaxshi. Xo'sh, mayli, men ishga ketdim. Qo'ling og'riy boshlasa menga xabar ber, Misa-chan. Xo'sh, menimcha bugun Misa-changa yordam berishim kerak ko'rinadi. Xotirjam bo'lishing mumkin. Agar unga ochiqchasiga yordam bersangiz, u ko'proq ishlashga harakat qiladi. Shu uchun unga yordam berayotganingizni tushunishiga yo'l qo'ymang. Voy, gullar ko'payib ketdi. Senga qiyin bo'lsa kerak, Usoy-kun. Unchalik emas. Men bundan zavqlanaman. Hech qachon buni bezovtalik deb o'ylamaganman. Shunaqami? Menimcha rostdan ham mehnatkash Misa-channi tomosha qilish qiziq. Hech kim harakat qilmasa ham, u doim o'z ishiga bor kuchini beradi. U doim shunday bo'lgan. Ammo shunday bo'lsa ham ba'zida u meni biroz xavotirga solib qo'yadi-da. Eplayman. U deyarli hamma narsani qila oladigan ajoyib qiz. Ammo undan biroz ko'z ussang, o'zini ham o'ylamay qo'yadi. U doim o'z ishiga borini berib kelgan. Shuning uchun unga ehtiyot bo'lish kerak. Bu qandaydir qiziqarli, shunday emasmi, Usoy-kun? Xo'sh, Misa-chan uchun yaxshi rangni o'ylab qo'ydim. A? U to'g'ri deb o'ylagan yo'ldan borib, kamdan kam hollarda boshqalarning fikriga qo'shiladi. Oq rang unga mos. Bu qandaydir kutilmagan. Nima, hali ham shu yerdamisan? Allaqachon ketsang-chi. Seni tanlovingni o'zimniki bilan bo'yashni juda ham istagan bo'lardim, Misa-chan. Nimalar deyapsan o'zi? Qizarib ketding. Gullarni to'xtata olmayapman. Juda ham ajoyib, Misa-chan. Meni urib tashla. Meni ham. Yaxshi, xo'jayin. Iltimos biroz sekinroq uring. Meni ham. Telegramdagi Anesity kanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berdi Maximus. Keyingi qismda ko'rishguncha xayr.1回限りじゃもったいないですよね。またいつかやるわよ。妹で2、お楽しみにね。透明のスケスケもよろしく。また出てきた。薄いは黙ってていいよ。そういえば店長も妹なんですか？そう、兄がいるの。店長、お店に派手に可愛い子が来てますけど。あ、本当だ。来たのね。ミサちゃんすげえ可愛い。薄いは黙ってろ。